Mana bugun Respublika Agrar xizmatlar markazi barcha viloyatlardan mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Agrar xizmatlar rahbarlari, tumanlardagi biriktirilgan mas'ul maslahatchilari Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar joriy qilinishi, o'zlari ko'zlari bilan ko'rib guvohi bo'lishdi. Mana viloyatimizning 5 ta tumanida amalga oshirilayotgan ishlarda shu Shinjon texnologiyasini natijadorligini o'z ko'zlari bilan ko'rishib, shu ayniqsa qo'shqotor usulda ekilib, plyonka ostida tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilgan fermerlarimizda hozirgi yaratilgan hosilda salmog'ini ko'rishdi. Shu sho'rlangan tuproqlarda o'zi Farg'ona viloyatini mana 3 xil tuprog'i bo'ladigan bo'lsa, qaysi tuproq sharoitida qaysi navlar yaxshi ijobiy natija berishi mumkin, hosildorlik, erta pisharlik, kasalliklarga, hasharotlarga chidamlik darajasiga baho berish uchun biz shu bir xil demonstratsiya tajriba maydonchalarini tashkil qilgandik. Shu joylarda o'zlari ko'rib guvohi bo'lishdiki, hamma viloyatlarda ham shuni qilsa bo'lar ekan degan bir xulosalar bo'ldi. Shu bilan birga g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlar ekilgan, hamma viloyat tumanlarimizda shu oziq ekinlar, sabzavot ekinlari, g'alladan keyingi mana mosh, don, dukkali ekinlar ekilib, ularda ham shu hozirgi kunda moshdan ham endi 15-20 sentner emas, 25-30 sentnergacha hosil olish mumkin ekan. Qaysiki ilmiy asoslangan holda, uni ham ko'chat qalinligini oshirish bilan birga, shu to'g'ri ekish sxemalarini qo'llash bilan birga hozirgi kunda mana shu u ham Yazivon tumanidagi Zinat Bonu fermer xo'jaligini dalasida ko'rildi. Shu 7 xil mosh navlari juda ham chiroyli bir hozirgi kunda o'sish rivojlanishida ko'chat qalinligi 300 minggacha. Albatta bu yerdan olinadigan hosildorlik salmog'i ham shunga qarab yuqori bo'lishi kutilmoqda. Hamda mana sun'iy baliq ko'llarida ustidan yana ham samarali foydalanish maqsadida Vyetnam texnologiyasi asosida sun'iy suv havzalarining ustida bir vaqtning o'zida sholidan ham yuqori hosil olish imkoniyati borligi, ayniqsa bu ekologik toza, har xil bir ortiqcha ximikatlardan xoli bo'lganligi bularda katta qiziqish uyg'otildi. Bundan tashqari mana Toshloq tumanidagi Luqmoni fermer xo'jaligida bugungi kunda paxtachilikdagi erishilgan yutuqlar albatta ilm bilan ishlab chiqarishda mujassam qilib olib borilayotganligi bugungi kunda mana 80-90 sentnergacha hosil yaratilganligini o'z ko'zlari bilan ko'rildi. U hozirgi kunda nafaqat shu 1 metrli plyonka, 225 li plyonkada 3 ta qatorda qamrab olishini samaradorligi yana ham yuqori bo'lganligiga yaxshi baho berildi. Bu yerda oddiy makka jo'xorini ham bugungi kunda mana suv tejamkor texnologiyalari asosida parvarish qilinayotganligi bu ham demak yangilik bo'ldi. Kartoshkachilik bugungi kunda mana eng muhim oziq-ovqat bazasi hisoblanadi. Shu kartoshkani ham hozirgi kunda yangi ilmiy asoslangan holda tuganaklarni undirib olish, oddiy mana shu qizil nurli lampalar asosida tuganaklarni sog'lom va tez kunlarda nishottirib olishini fermerlarimizga mana tushuntirish maqsadida qilgan tajribalarimizni ham ko'rsatdik. Hozir mana ayni shu kartoshka ekish mavsumi bo'lgani uchun shu ekilayotgan kartoshkalarni ham joylarda o'zlari ko'rib guvoh bo'ldi. Kelgan mehmonlarimiz hammasida mana yaxshi taassurot bo'ldi. Qilinayotgan ishlarda albatta viloyatlarda ham o'zlari borib imkoniyati bor qilsa bo'ladi degan bir xulosa bilan yakunladik.